Hazreti İsa bu yerden ayrılıp Yahudiya öyküsünü beşip ötüp Yordan deryasının o qetidiki rayonlarga vardı. Onun etrafıga yana top odam yığılgan edi. Bu köpçülükке her qitimqidek ta'lim berishga başladı. Hazreti İsa'nın yeniga kelgan ba'zi parisilar uningga tuzak qurish maqsadida bir odamning ayolini taloq qilishi Tavrat qonuniga uyg'unmi deb so'radi. Musa payg'ambar sizlarga nima deb buyurgan dedi Hazreti İsa. Musa payg'ambar Allahning ayolini bir parcha taloq xati yezibla taloq qilishiga ruxsat qilgan deyishdi ular. Hazreti İsa ularga Tersalığınlardan Musa peygamber bu buyruqni yazgan. Xudo olamni yaratganda insonlarni er ve ayol qilib yaratdi. Bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib, bir tan bo'lishi ana shu sababdandir. Shundaq ekan, er ayol ayrim ikki tan bo'lmasdan bir tandir. Shuning uchun Xudo qo'shganni inson ayirmasin dedi. Ular uyga kirgandan keyin shogirdlari bu haqda Hazreti İsa'dan yana so'radi. Hazreti İsa ularga ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Eridan ajrashib, boshqa erga tekkan ayolmi zina qilgan bo'ladi dedi. Qo'lini tekizib baxtlisin deb kishilar kichik bolalarni Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Biroq shogirdlar ularni aybladi. Buni ko'rgan Hazreti İsa xafa bo'lib shogirdlarga "Balalar oldimga kelsin. Ularni to'smanglar. Chunki Xudoning podshohligiga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir. Bilib qo'yinglarki, kim Xudoning podshohligini sabiy balalardek qabul qilmasa, uningga hargiz kirolmaydi" dedi. Shuning bilan u bolalarni quchog'iga elib, ularga qo'llarini tekkizib baxt tiladi. Hazreti İsa safarga chiqish oldida bir kishi yugurib kelib uning oldiga tiz bukib, "Ey yaxshi ustoz, mangulik hayotga erishish uchun qanday qilishim kerak?" deb so'radi. Hazreti İsa uningga, "Meni nemishqa yaxshi deysiz? Yegona Xudodan boshqa yaxshi yo'q. Siz Tavratda buyurilgan qotillik qilma, zina qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, boshqalarni qoqti so'qti qilma, ota-onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling" dedi. "Ustoz, bularga kichigidan tortib amal qilib kelyapman" dedi hilqi odam. Hazreti İsa uningga mehribonlik bilan qarab, "Sizda qilishga tegishli yana bir ish kam. Berib, bütün mal mülkünüzni setib, pulini kambag'allarga bering. Shunda qilsangiz, erishda g'azinangiz bo'ladi. Ondan kelib, menga ergishing" dedi. Bu so'zni anglash bilanla bu odamning chiroyi o'zgarib, qayg'u ichida u yerdan ketib qoldi. Chunki uning mol dunyosi nihoyat ko'p edi. Hazreti İsa o'pchirsiga ko'z yugurtib chiqqandan keyin shogirdlarga mol dunyosi ko'plarning Xudoning podshohligiga kirishi nima degan tasa dedi. Shogirdlar uning so'zlariga hayron bo'lishdi. Lekin Hazreti İsa ularga yana, "Bolalarim, Xudoning podshohligiga kirish nima degan tasa? Boylarning Xudoning podshohligiga kirishi to'gining yengni to'shigidan o'tishidanmi tasa ekan" dedi. Shogirdlar texmu hayron bo'lishib, bir-biridan "Undaqda kim qutqizishga erishalaydi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga qarab, "Bu insonlarning qo'lidan emas, Xudoning qo'lidan keladigan ishdir. Chunki Xudo hammaga qodirdir" dedi. "Mana biz hammani tashlab sizga agashdik. Sizcha biz qutqizilamdik" dedi Petrus Kayindilla. "Bilib qo'yinglarki, meni va xushxabarni deb uyi, oq-fuqlari, ocha-singillari, ota-onasi, bola chaqilari yoki yer ziminlardan voz kechganlarning hammasi bu dunyoda ziyonkashlikka uchrash bilan birga 100 haslab uy, oq-fuqa, och-singil, ona, bola chaqa va yer ziminlarga erishidi. Keladigan dunyodami mangulik hayotga erishidi. Lekin shu chaqda nurg'un oldingi qatordagilar oxirqilar bo'ladi. Nurg'un oxirqilar oldingi qatoriga chiqadi" dedi
Hazreti İsa. Ular Yerusalimga boradigan yo'lda edi. Hazreti İsa hammaning oldi ketyotdi. Shogirdlari uning xatar yuz berish mumkinchiligi bo'lgan u sharga oldirab manganligidan hayron edi. Ularga agashganlarmi qo'rqinch ichida ketyotdi. Hazreti İsa 12 shogirdini yana bir chatga tortib, ularga o'z beshiga keldiganlarni uqtirib, "Mana biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. İnson o'g'li oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlariga topshirildi. Ular uni o'lim jazosiga mahkum qilib, Rimliklarga topshirib berdi. Rimliklar uni masxara qildi, yuziga tukirdi, uni qamchilaydi va o'ldirdi. Lekin u 3 kundan keyin qaytib tirildi" dedi. Zebeyining o'g'illari Yoqub bilan Yuhanna Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Ustoz, bizning bir talabimiz bor edi. O'rinda berishingizni o'tinimiz" deydi. "Sizlarga nima qilib berishimni talab qilsizlar?" deb so'radi Hazreti İsa. "Siz shon sharafga erishganingizda birimizni o'ng yeningizda, birimizni so'l yeningizda o'tirg'izg'aysiz" deydi ular. "Sizlar nima talab qilinglarni bilmayapsizlar" dedi Hazreti İsa. "Men ichidigan azob qadigini va men qabul qildigan cho'mildirishni sizlarmi qabul qila olamsizlar?" "Qabul qila olamiz" deydi ular. Hazreti İsa ularga, "Sizlar haqiqatanmi mening azob qadigimga va cho'mildirishimga o'rtaq bo'lasizlar. Biroq o'ng yoki so'l yenimda o'ldirishinglarga ruxsat qilish mening ixtiyorimda emas. Bu o'rinlar kimlarga tayyorlangan bo'lsa, shular o'ldirdi" dedi. Buningdan xabar topgan boshqa 10 shogird Yoqub bilan Yuhannaga qabul bo'lishga boshladi. Hazreti İsa ularni yeniga chaqirib bundoq dedi: "Sizlarga ma'lum, bu dunyodagi hukmron deb qaralganlar qo'l ostidagi xalq ustidan rahimsizlik bilan hokimiyat yurgizdi. Amrlari ularni qattiq qo'llik bilan idora qiladi. Biroq sizlarning oranglarda bundoq ish bo'lmasin. Sizlardan kim martabalik bo'lishni xohlasa, u qolganlarga xizmat qilsin. Kim birinchi bo'lishni xohlasa, u hamma odamning quli bo'lsin. Chunki inson o'g'limi boshqalarni o'ziga xizmat qildirg'ili emas, boshqalarga xizmat qilg'ili va jinni pido qilish badiliga nurg'un odamlarni gunohdan ozod qilg'ili keldi. Keyin ular Erixa shahriga keldi. Hazreti İsa shogirdlari va nurg'un xaloyiq bilan birga Erixadan qaytgan vaqtda Timayning Bartimay ismli qarg'u o'g'li yo'l bo'yida o'tirib tilanchilik qilyotdi. U Nasiralik İsa'ning u yerda ekanligini anglab, "Hey podsho Davudning avlodi İsa, menga rahim qilg'aysiz" deb to'lashga boshladi. Nurg'un odamlar uni ayblab, unini chiqarmasligini aytdi. Lekin u, "Hey podsho Davudning avlodi, rahim qilg'aysiz" deb texmi qattiq to'g'ildi. Hazreti İsa qadamini to'xtatib, "Uni chaqiringlar" dedi. Chaqirg'ili bag'allar qarg'uga, "Qo'rqma, o'rningdan tur. U seni chaqiryapti" deydi. U odam chopini silib tashlab, o'rnidan dast turib, Hazreti İsa'ning oldiga keldi. Hazreti İsa uningdan, "Mendan nima talab qilasan?" deb so'radi. Qarg'u, "Ustoz, ko'zimning ichishini talab qilaman" dedi. Hazreti İsa, "Qaytsang bo'ladi. Menga bog'ilgan ishonching seni saqaytdi" dedi. U odamning ko'zi shu an ichildi. Shuning bilan u odam yo'l bo'yi Hazreti İsa'ga ergishib mangdi.